To'rtta forma обучения bizda bor. Bu aytaylik, kunduzgi o'qish, ochna, kechki o'qish, ochna-zaochna, zaochna va distansionna. Distansionna 4-formasi bu где-то 2020-yil pandemiyadan keyin paydo bo'ldi. Hozirgi kunda har bitta universitetda o'zining distansionna fakultetlari bor. Ko'p emas, no bor. Aziz yurtdoshlar, muhim bir yangilik aytishim shart. Biz Moskvadagi ofisimizda Rossiyada ilm olib, o'zining proyektlarini ochib, kelajakda kasb egasi bo'lib yetishmoqchi bo'lgan yoshlarga yig'ilish o'tkazayapmiz. Agar siz ham Rossiyada ta'lim olib, kelajakda o'zingizning bizneslaringizni ochib yuritish niyatingiz bo'lsa yoki sizning farzandingiz shunday inson bo'lib yetishishni xohlasangiz, iltimos bu imkoniyatni qo'ldan boy bermanglar. 30 kishiga bepul o'zim maslahat, savollarga javob va universitet tanlashda yordam beraman. Hozir zamon o'zgaryapti, zamonni o'zgarganini o'zingiz kuzatib turibsiz. Kelajakda faqat ilmi bor, kasbi bor, kompyuteri, internetni, tilni bilgan insonlar unib o'sadi. Agar siz shular qatorida bo'lsangiz, keling, qo'shiling, yoziling, biz bilan birga bo'ling. Bugungi videoda men sizlarga mana shu turovini chuqurroq, kengroq, konkretno tushuntirib bermoqchiman. Mana ochnani oladigan bo'lsak, ochna forma bu в основном vrachlarga, pedagoglarga, psixologlarga, yuristlarga, arxitektorlarga, aytishniklarga, mana shu majburiyati yuqori kasblarga ochna o'qilishi va ochna tayyorlanish shart. U har kun qatnaladi. Bir haftada adashmasam 6 kun o'qiydigan kollej yoki universitetlar bor. Endi bu har kun o'qiydiganlar har kun borib shuncha pul to'laydiganlar bu ota-onasi o'qitadigan yosh bolalar ko'proq. Bizni ishlaydigan aka-ukalarimiz qaysi fakultetda o'qishadi? Ular ochna-zaochniya. Ochna-zaochna bu вечерний также aytiladi. Ochna-zaochnada o'qiydiganlar bir haftada 2 marta yoki bir haftada 1 marta shanba kuni universitetga borib, kechki payt 18:00 dan soat 9:00 gacha dars o'tib kelishadi. Zaochnisi. Zaochna bu 1 yilga 2 marta, kuzda va bahorda. Kuzda oktyabrda, bahorda aprel-mayda 20 kundan o'qiysiz. Zaochni o'qiydiganlar endi в основном stroykadagilar, железнодорожникlar, elektriklar, государственное муниципальное управление fakultetlari zaochni o'qib tugatsa bo'ladi. Ekonomika bilan yurisprudensiyani zaochnisi yo'q adashmasam, faqat вечерня yoki ochna. Yanada ham ko'proq ma'lumot yoki qaysi universitetda, qaysi fakultetda zaochnisi yoki вечернisi kerak bo'lsa, siz bilasiz nima qilishni. O'sha ekrandagi nomerlarga WhatsAppdan yoki Telegramdan yozsangiz, menejerlar konsultatsiya beradi. Rahmat, salomat bo'linglar.